noyabr oyida adashmasam bitta keys bo'ldi. Menda aytishdiki, bozorni bitta ko'raylik dedi. Men bilmayman, bozor kuzatiladi, qanaqa qilinadi. Men biladigan narsa nima dedim. Eshigini tagiga turib olaman, sanayman dedim. Shunga vaqt ajratib bera olasizmi? Xodim ajratib bera olmayman. Bo'ldi. Ikkita bozor qiziq dedi. Ikkitasini oldiga sal uzoqroq qol, mashinada ertalabdan kechgacha turasan dedik. Mashinada uzoqdan turadi. Kuzatsa bo'ladigan narsa. Nechta odam kiryapti? Har kuni masalan qanaqa qiladi? Birinchi sana tepaga yozadi. Sana bor, keyin yonida soati bor. 9 da palkalar qo'yadi. 9 da kirdi, sanamiz 10 ta kiribdi. Mamutda 15 ta kirgan. Alohida yoniga yozadi, nechta продажа bo'ldi mamutcha. Nima produktlar oldi? Mamunda pechga qo'yadi. Qanchalik oldi mamutda? Summani taxminiy chiqaramiz. Bir haftani shuni ko'rdik. Nimaga menga bir hafta kerak edi? Siklni ko'rmoqchi edim. Qaysi kunlari продажа ko'proq bo'ladi, qaysi kunlari kam bo'ladi. Keyin soat ko'rmoqchi edim. Qaysi soatlarda ko'p oladi odamlar, qaysi soatda kam oladi. Shunaqa. Bir hafta shundoq qo'ydik. Bir hafta ikkita bozorni ko'rdik, keyin shundoq ko'rdilar dedi. Men buncha pul bo'ladi deb o'ylamadim u bozorda dedilar. Men ham bilmasdim, просто shunaqa kuzataman. Men bilmayman, shunaqa qilaman.